Yaxshi eshitilyapti, yaxshi ko'ryaptimi sizga? Xo'sh. Demak, bizda 14-dekabr kuni Navoiy shahrida jonli uchrashuv bo'lib o'tadi. Jonli uchrashuvga keladigan ishtirokchilar demak, yozdirilishda davom etmoqda. Yozibsizlar, botga bron qilish uchun to'liq to'lash kerak. Hozir rasm to'lab, o'sha kuni etsa bo'ladimi debdilar. Siz tushunishingiz kerakki, bu yerda dasturxon bo'ladi va odam soniga qarab joy taxlanadi. Shuning uchun aniq kelishingiz aniq bo'lsa, demak, joyni oldindan bron qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin yana bitta sababi bor. Darsga kelgunizcha, dars boshlangunicha bir kun, 2 kun oldin to'lovni to'lab bo'lgan bo'lishingiz kerak. Sababi xotirjam, bemalol dars energiyasi sizga yuqishi uchun. Darsga birinchi kundan to'lagan ishtirokchilarni o'sha holatlarida o'zgarishlar bor, energiyalari ko'tarilib, demak, o'sha energiya kirishni boshlagan. Shuning uchun bu masalani iloji boricha nima qilish kerak? O'zingiz uchun, o'zingizga shu energiya maksimal darajada kirishi uchun nima qilishingiz kerak? Oldindan hal qilishingiz kerak. Mana bu yerda, ya'ni oldindan to'liq to'lash haqida buni o'ylayman, aytib o'tirishning hojati yo'q. Chunki o'zingizga to'laysiz, o'zingizni yeyish-ichishingizga to'laysiz. O'zingizni oladigan energiyangizga to'laysiz. Shuning uchun ham bu masalani oldindan hal qilgan ma'qul. Mana nimaga borayotganimda, Sinellikka borayotganimda, demak, oldindan pulini to'lab qo'yaman. Biletlarni ham 1 oy oldin hamma narsani hal qilib qo'yaman. O'sha energiya darsning jarayonlari o'sha menda boshlansin deb. Bormoqchi bo'ladigan bo'lsam, 1 oy oldin tayyorlab qo'yaman o'sha narsani. Ki darsning energiyasi ishlashni boshlasin deb. Olamda siz ko'rib turgan narsalardan tashqari siz ko'rib turmagan energiya ham bor. Masalan, siz meni ko'rib turasiz onlayn, lekin energiya olasiz. Lekin jonli ko'rmayapsiz-ku. To'g'rimi? Mana shunaqa narsalar bor, energiya bor. Shuning uchun siz energiyangizni tikkaningizda, kelaman deb qaror qilganingizda, o'sha siz shu kelishga sarflayotgan energiyangizni hammasini bergan bo'lasiz olamga. Va o'rniga sizga shu darsdan oladigan energiyalar kirishni boshlaydi. Hali darsga kelgan bo'lishingiz shart emas. Xo'sh, yana nima savollaringiz bor? Jonli seminarda biz qanday qilib 2026-yilda maqsadlaringizni amalga oshirish uchun sizga o'sha energiya va resursni beradigan holatda o'zingizni, chunki siz amalga oshirasiz maqsadlarni. Aynan ana o'sha energiya va resurs holatida bo'lishingizni ta'minlab beradigan, demak, kundalik qo'llanmaga o'xshagan narsa ishlab chiqdik. Bu xuddi nima deydi, jadvallar, topshiriqlardan iborat miyani qayta dasturlash. Bizning ishimiz shu, miyani qayta dasturlash. Sizni miyangizda, sizni maqsadlaringizni amalga oshirishga to'siq bo'layotgan, diqqatingizni tashqariga, energiyangizni tashqariga sochib yuboradigan qarashlaringizni transformatsiya qilib, diqqatingizni o'zingizga qo'yadigan topshiriqlar, programma ishlab chiqdik. Buni o'sha kun ishlashni tushuntiramiz va bu maqsad, demak, 2026-yilda resurs holatingizda yashab bera olish. Chunki hammaning maqsadi bor, hamma maqsad qiladi, istagancha maqsad qo'yishingiz mumkin. Lekin sizda yetarli ichki energiya, resurs bo'lmasa, siz nima qilmaysiz? Maqsadlaringizni amalga oshira olmaysiz. Maqsadlaringiz maqsad sifatida qolib ketaveradi. 10 marta yozsangiz ham, 20 ta yozsangiz ham, unga minnatdorchilik yozasiz, boshqa qilasizmi, qolib ketaveradi. Chunki
sizni hayotingizga o'sha maqsad kirib kelishi uchun sizdan olamga ketadigan energiya bor. U qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. O'sha qat'iyat, jasorat, o'ziga bo'lgan baho, o'ziga bo'lgan ishonch ko'ra olmaysiz-ku bu narsalarni. To'g'rimi? Aynan mana shularni ta'minlab beradigan, resurs holatingizda bo'lishni ta'minlab beradigan, shunga olib keladigan, demak, qo'llanma ishlab chiqdik. Uni juda ham oson tarzda ishlab chiqdik, ko'p vaqtingizni olmaydigan qilib, lekin demak asosan o'sha kulminatsion nuqtalarini berdikki, sizda 2026-yil energiya bo'lsa birinchi o'rinda, resurs bo'lsa. Resursingiz bo'lsa, maqsadni amalga oshira olasiz. Va asosiy diqqat shunga qaratildi. Maqsadni amalga oshirish usullari juda ko'p. Men 2021-yilda Restartda Antaliyaga borganimda, bilasiz, Ixtiyor Do'stmetov shunaqa narsalarni o'rgatadilar, maqsad qo'yish, ular amalga oshirish, shaxsiy rivojlanish bilan shuni qo'shib o'rgatadilar. Biznesmenlarga ham dars o'tadilar-ku. O'sha joyda demak shunaqa narsa sodir bo'ldiki, maqsadni hamma maqsad qo'yib keldi. Lekin masalan men kelgandan keyin kasal bo'lib qoldim. Chunki maqsad qo'yganman, lekin menda yetarli resurs bo'lmagan. Lekin Covid vaqti edi, o'sha vaqti dori-ko'siz tuzaldim va resurs yig'ib oldim o'zimga. Ustimda ishlab, kasal fikrlarim bilan, demak o'zimga resurs ishlab, yo'limda keyin o'sha energiya hisobidan siniylikka oson chiqib ketdim. 2022-yilda siniylikka ketganman. Demak, ko'rib turganingizdek, maqsad qo'yish bu boshqa narsa. Sizda energiyaning bo'lishi bu umuman boshqa narsa. Shuning uchun ham insonlar ko'p maqsad qo'yadi, lekin qanday qilib, qaysi fikrlar ishlab, qanday qilib ishlab energiyani yig'ish kerak, uni bilmaydi. Va bu bo'yicha bilim, ko'nikma, dars, dastur yo'q hech narsa. Shuni hisobidan maqsad ichki xohish ko'payib ketaveradi, tashqaridan kasallik ko'payib ketaveradi, muammo ko'payib ketaveradi. Chunki siz miyangizni, men shu maqsadni amalga oshiraman degan vaqtingizda, miya uchun tashqarida o'sha ishni qilishingizni ahamiyati yo'q. Miya uchun shu ishni qilaman degan vaqtingizda, istagan vaqtingizda siz oladigan tajriba muhim. Sizda maqsadni amalga oshirish orqali tajriba yo'q, energiya yo'q. Va shuni hisobidan siz uni kasal bo'lib olasiz. Farqi yo'q. Siz bitta anglashni, masalan, o'zimni qadrim faqat o'zimga muhim ekan degan narsani, o'zingizga mashina olib berib ham olib bilasiz bu anglashni. O'zingizga uy olib berib ham olib bilasiz bu anglashni. Kasal bo'lib ham bu anglashni olib bilasiz. Avariya bo'lib ham bu anglashni olib bilasiz. Qarzga botib ham bu anglashni olib bilasiz. Ya'ni miyaga farq yo'q. Sizni energetik holatingiz qanaqa bo'lsa, o'shandan kelib chiqib oladi u tajribani. Shuning uchun men o'quvchilarimga aytaman, menga yozishadi, o'g'lim kasal bo'lib qoldi yo boshqa bo'ldi. Yo'q deyman, shunaqa muammo bo'lib ketdi deyishadi. Men aytaman, yo'q. Sen hozir yo maqsad qo'yishni, xohlashni to'xtat. Yoki istaging ko'p bo'lsa, shunga yarasha bilim olib, pul tikib, mehnat qil. Ikkalasidan bittasini qil. Chunki bu yo'l shunaqa hisoblanadi. Ya'ni miyaga farqi yo'q. Miya uchun mashina oldim, uy oldim degan narsa yo'q. Miya uchun o'sha jarayonda yashab o'tadigan dars muhim. Va bu yuqorida aytganimdek, o'sha bitta darsni siz millionta yo'l bilan olib bilasiz. Masalan, siz Xudo meni asrab turibdi degan anglashni oldingiz, qaysi yo'l bilan olish mumkin? Siz masalan mashina olib ham bu anglashni olishingiz mumkin, uy olib ham anglashni olishingiz mumkin, chet elga sayohatga borib ham bu anglashni olishingiz mumkin, ikkita uchta hovli qilib ham bu anglashni olishingiz mumkin, yoki o'tirgan joyingizda qarzga botib ham bu anglashni olishingiz mumkin. Xudoga shukr, bundan battarni bermadi deb. Eringiz xiyonat qilib ham bu anglashni olishingiz mumkin. Bolangiz kasal bo'lib ham bu anglashni olishingiz mumkin. Ya'ni asos miya uchun shu kerak. Ya'ni qolgani sizni energetikangizdan. Energetik poliyasi, ya'ni fikrlar. Fikr bu energiya. Fikrlaringiz kir bo'lib yotibdi.
chalkash bo'lib yotibdi-ku. Siz istagan maqsad qo'ydingiz, shu maqsad orqali nima anglash olishingiz kerak? Miya uchun maqsad degan narsa yo'q, aytganimdek. Demak, u o'sha anglashni, o'sha energetikangizga yarasha vaziyat yaratib oladi. Shuning uchun gap sizni energetik holatingizda, ichkarida. Sizni resurs holatingizda. Sizni resurs holatingiz toza bo'lsa, fikrlaringiz tartib bilan joyiga solingan, miyangiz tiniq bo'lsa, sizni resursingiz baland bo'ladi. Sizda shubha, qo'rquv, gumon, nima deydi? Undan norozilik, bundan norozilik, muammoyim ko'p, ilojim yo'q, pulim yo'q, faqat nolishdan iborat bo'lsa, sizni resursingiz yo'q. Va sizdan maqsad qo'yasiz. Lekin siz ana o'sha muammolar orqali olasiz o'sha anglashni. Miya uchun maqsad mashina olishim kerak degan narsa yo'q. Siz aytasiz unga, uga borib yetadi. Mashina olish orqali nima anglash oladi? Chunki miya anglash uchun kelgan hayotga. O'sha anglashni keyin siz bilmagan holatda ko'pchilik aytadiki, nima uchun mening hayotimda o'zida-o'zi bo'lib ketaveradi vaziyatlar deydi. O'zidan o'zi bo'lmaydi, aylan-aylan. Siz ichingizda istaysiz, lekin o'sha istagingizni amalga oshirish uchun mehnat qilmaysiz. Ya'ni o'sha holat resursingiz yo'q. O'zingiz bu hayotda resurs holatda yashamaysiz. O'zingiz har doim charchagan, o'zingiz har doim noligan, o'zingiz har doim bechora, o'zingiz har doim qo'rqqan. Ana shu holat bilan siz o'sha maqsadingiz orqali istayapsiz-ku. Olishingiz kerak bo'lgan anglashlarni olasiz. Ya'ni muammolar orqali olasiz. Shuning uchun bu sizga beriladigan kundalik emas endi bu qo'llanma va tushuntiriladi. Aynan jonli darsda mana shu narsani. Ya'ni 2026-yil sizni maqsadingiz bo'lsinki, o'zingizni holatingizni ta'minlash bo'lishi kerak. Va siz resurs holatida bo'lsangiz, sizni vaziyatlaringiz resursni holatda hal bo'ladi. Men masalan resurs holatida yashayman. Shuning uchun men ota-onamni chet elga sayohatga olib borishni xohlayman dedim. Men hech narsa ish qilganim yo'q. O'zim hech narsa ish qilganim yo'q. Hatto pul topish uchun hech narsani hisob kitobini qilganim yo'q. Resurs baland-ku. Resurs baland bo'lgandan keyin shunaqa vaziyat keldi. Kimdir keldi, bir narsalarni taxlab beradigan odam chiqdi. Hatto o'sha yerda yuribmiz, resurs baland bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. O'sha yerda yuribmiz, men qo'limda dollar kam qoldi. Shuba olib kelmoqchi edim o'zimga. Pulim bor, lekin shuba olib kelmoqchiman. Shuba bilasiz, 3000, 4000, 5000 ketadi yo'g'i. Shuba olib kelmoqchiman, qo'limda shubaga ortadigan pul kam qoldi. Keyin men aytdimki, qanday bo'lishi mumkin? Olamga taklif berish pozitsiyasida yashayman. Men aytganim bo'ladi baribir. Keyin shunaqa narsa bo'ldiki, bir qizga yozdim. O'tirgan mehmonxonamga keltirib, menga dollar pul topib taxlab berib ketdi. O'zbekistonlik bir odam. Shunaqa darajada vaziyatlar tik 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 shunday hal bo'lyapti. Xudoning chizgan chiroyli deydi-ku. Va men boryapman. Keyin o'sha joyga shuba olishga boryapmiz. Как раз birinchi o'qishlar bayrami kuni ekanmi? Bilmayman qaysidir nima kuni ekan. Keyin boryapmiz. U yerda ham shunday vaziyatlar joyiga tushyapti. Mana buni olaman degan shubani razmeri yo'q, lekin aslida olishni, kiyib yurishni xohlayotgan shubam chiqib qoldi keyin. Uni olish niyatim yo'q edi. Yengilroq olmoqchi edim, oddiyroq olaman deb. Keyin u chiqib qoldi. Keyin yana bir u to'g'ri bo'ldi, bu to'g'ri bo'ldi. Shunaqa chiroyli narxga shunaqa shuba oldim. Ya'ni bu yerda gap shubada emas, gap resursda. Sizni resursingiz qanchalik baland bo'lsa, qanchalik ko'p bo'lsa, vaziyatlar shunga yarasha. Hamma o'zini ishini qiladi. Hamma o'zini ishini qiladi. Va jarayonlar shunga yarasha harakatga keladi. Menda shunaqa qoida bor, menda o'quvchilarim bilan. Men hech narsaga o'zimni ovora qilmayman. Umuman hech narsaga ovora qilmayman. Men faqat miyamdagi fikrlarim bilan ishlab, resursimni ochaman. Bitta shu ishni qilaman lekin. Chunki eng qiyin ish o'zi shu.
Lekin boshqa tashqaridagi hech narsa uchun men o'zimni ovora qilmayman. Nimanidir tashkil qilish, nimanidir etish, olib kelish, qo'yish, umuman men tashqi olamdan alohida yashayman. Bunday olganda-da. Lekin resurs balandki, nimani xohlasam, olamga taklif bersam, u avtomatik ravishda sodir bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun ham mana sizlar hozir fikrlaringiz bilan ishlayapsizlar-ku. Resurs bo'lyapti. Mana kecha pul bo'yicha kundalikdan yozibdilar. Turmush o'rtog'im bir quchoq pul ko'tarib kelibdi. Umuman bunaqa qilmasdi uyga. Pulimizga baraka kirdi deb. Qarang, resurs ko'tarilgan sari siz tashqi harakat qilmaysiz. Sizni fikrlaringiz o'zi ishlashni boshlaydi. O'zi fikr shundoq ham ishlaydi. Faqat siz aytasiz, "Meni fikrlarim nimaga ishlamayapti" deysiz-ku. Sizda 4% misol uchun 4 ta pozitiv fikrni quchoqlab olgansiz, 96 ta negativ turibdi. Siz ishlamaysiz bu bilan. Siz uchun resurs birinchi o'rinda emas. Resursi birinchi o'rinda bo'lgan inson u shundan boshqa ish qilmaydi. Chunki asosiysi sizni resursingiz. Hayotingizdagi o yashab o'tadigan tajribalaringiz, masalan, menam Xudo bor va meni ko'rib turibdi degan anglashni olish uchun yashayapman. Uyda o'tirib, masalan, umuman pul topmayotgan yoki eri xiyonat qilib tayyor yashayotgan ayollar Xudo meni ko'rib turibdi degan anglashni olish uchun yashayapti. Ikkalamiz bitta anglashni olish uchun yashayapmiz. Bir xil narsani, bitta darsni yashab o'tyapmiz. Faqat gap shundaki, meni resursim boshqa, uni resursi boshqa. Yoki masalan, kasal odam tanasini eshitishni boshlaydi. Mana men ham tanamni eshitishni yashayapman. Ustimda ishlayman. Kasal yotgan odam ham u ham tanasini eshitish uchun anglash olyapti. Ikkalamiz bitta anglashni olyapmiz. Tushunishingiz kerak-da. Miyaga farqi yo'q. U o'sha qanaqa energetik resursda bo'lsangiz, o'sha yo'l bilan, o'sha bilan vaziyat hosil qiladi. Va siz anglashni o'sha orqali oladi u. Unga farqi yo'q. Qizil mashina ekan, ko'k mashina ekan, mashinasizlik, umuman farqi yo'q miyaga. Bu sizni fikrlaringizni amalga oshirish miya asosan miya olib ketmaydi-ku mashinani. Miya o'sha jarayonda oladigan anglashni darsini olib qoladi faqat. Va u qaysi darsni olib qolish bu sizni holatingizda. Sizni ichki resursingizdan bo'ladi. Va ana shu ichki resursni ishlashga bizning darslarimiz hammasi yordam beradi. Fikrlar bilan ishlash. Faqat ichki miyani dasturlash kerak. Sizning ichingizdagi fikrlaringiz, qarashlaringiz, iqrorliklaringiz, bolalik travmalaringiz ana shularni faqat dasturlash kerak. Siz yangi bo'lsangiz ham kanalda 380 ta dars turibdi. Bemalol olib eshitib o'rgansangiz bo'ladi. Ya'ni darslar o'chirilmagan. Men faqat yo'lini aytyapman. Va endi biz kanalda jonli seminarda aynan shuning uchun men qo'llanma ishlab chiqdim. Shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Uni nima farqi bor? Demak, uni asosiy qiladigan ishi ana o'sha resursni ushlash. Miyani tashqaridagi imkoniyat deb turgan joylardan uzib, ichkariga bog'lash. Tamom. Shuni o'zi yetarli. Shuni o'zida sizga energiya yig'ilishni boshlaydi. Buni iloji bo'lsa hozir 2 oylik qilib taxladik. 1-hafta, 2-hafta, 3-hafta, 4-hafta deb. Buni yana 2 oylik qilib qo'shmoqchimiz. Yana vaqtga qaraymiz. 4 oylik qilib programma qilib beramiz sizga. Va siz shuni ishlashni o'zida resursingizni ko'tarib boraverasiz. Xo'sh, endi savollaringizga qarayman. Boshqa mavzudagi savollarga bermayman. Javob bermayman. Chunki bu savol-javob darsi emas. Xo'sh. Va alaykum assalom. Bormasdan to'lov qilib onlayn ishtirok etsam bo'ladimi? Robiyaxon, onlayn ishtirokni sizga to'g'ridan-to'g'ri efir qilishni hali bizda buni rejasi yo'q bizda. Chunki bitta administratorimiz, bitta yordamchimiz kechagi hafta ko'chib ketib qoldilar Dubayga. Keyin ikkinchi yana bitta yordamchimiz borlar. Shular bilan bog'liq ozgina nima bo'ldi. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri efir qilishni bu narsaga kirishmadi hali.
bu narsa bilan kirishmadim. Shuni hisobidan onlayn hozir bo'ladimi yo'qmi unga hech narsa deya olmayman. Onlayn ishtirok eta olasizmi yo'qmi? Men sizga hozir ha desam, keyin bu narsa bilan shug'ullana olmasam, men aytdim, men o'zimni ovora qilishni yomon ko'raman. Agar vaziyat jarayon to'g'ri bo'lsa, o'zi bo'lib ketadi. Bo'lmasa, u narsaga men kafolat bermayman. Chunki asosiy e'tiborim o'sha jarayonda energiya sarflab kelib, demak, qo'rquvlarni hal qilib kelib, o'sha yerda kelgan insonlar bo'ladi. Necha kishi kelsa ham, ularga qaratilgan bo'ladi. Xo'sh. Darslarni eshityapman YouTube'dan. Rahmat kattakonlar, rahmat. To'ppa-to'g'ri. Bu to'ppa-to'g'ri ekanligi aniq. Ya'ni, insonni sizni hayotingizdagi jarayonlar sizni resurs holatingizdan kelib chiqib bo'ladi. Siz to resursingizni kerakli darajaga yetkazmaguningizcha siz xohlagan tarzda vaziyat baribir sodir bo'lmaydi. U qanaqa kursga qatnashasiz, qanaqa maqsad qo'yishni, qanaqa harakat qilishni o'rgataman deydi, foydasiz. Biza ixtiyor do'stlikka borganimizda ham xuddi shu narsa sodir bo'lgan. O'sha joyda men aytgan, mana keyin meni bu ish bilan shug'ullanishim eshitib, ishtirokchilar mendan o'sha yerning o'zidan men $50 konsultatsiya o'tganman. 8-9 kishiga o'tganman. Sababi resurs yo'q. Resurs yo'q, lekin maqsad qo'yish o'rgatilyapti. U foydasi yo'q uni. Chunki baribir o'sha yo'l bilan hal qiladi u. O'sha resurs qanday bo'lsa, shu yo'l bilan hal qiladi ular. Shuning uchun mana doimiy ravishda ustida ishlab yuradigan qizlarimizda ularda oson tez hal bo'lib ketaveradi hamma narsa. Qiynalib o'tirmaydi. Xo'sh. Endi tushundim, resursim yo'q. Resurs juda muhim. Shuning uchun biza jonli seminarda 2026-yilni mana shu resurs yig'ish yili deb aynan shu bilan bog'liq bilim beramiz. Endi bilim juda katta baza, bilasizlar, menda gapirsam soatlab o'tirib gapirishim mumkin. Men seminaringizga erim bilan bormoqchimiz. Navoiyga to'lov qo'shishim uchun menga karta kerak. Nargizaga yozasiz, Mavlida. Yoki men Nargizaga aytaman, sizga yozadilar. Resurs haqida aytdim. Qizlar, yigitlar, darslar ochiq darslar turibdi. Men shu uchun sizga har bitta savolingizga alohida javob bermayman. Sababi men dars etib qo'yganman 300 dan ortiq. Bemalol kirib savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. Istagan savolingiz bo'ladi. Tushkunlik ham bor, yerda depressiya ham bor, qo'rquv ham bor, hammasini formulalari bilan bor. Endi tushundim. Yozib, chizib o'zim bilan shug'ullansam yengil yuraman, sal dangasalik qilsam og'riq ko'payadi. Chunki kerakli resurs holatigacha yetkazib olmagansiz o'zingizni. Resurs tushdimi? Tamom. Sizni vaziyatlaringiz o'sha og'riq rejimiga tushib qoldingizmi, og'riqlar hal bo'lishni boshlaydi. Uni farqi yo'q. Shu bitta narsani anglasak, miyaga farqi yo'q. U anglashni u yo'l bilan ham oladi, bu yo'l bilan ham oladi. Masalan, meni fikrlarim ishlaydi degan anglashni. Men ota-onam bilan Istanbulga sayohatga borib kelib anglagan bo'lsam, kimdir bir o'tirib uyga bolasi kasal bo'lib anglash oladi. Chunki unga shu muhim-ku. Uni resursi shu holatda. Kasal bo'lsa, aytadi, ha, demak ichimda deydi negativ fikr ko'payib ketibdi deydi, yoki shuni izlashni boshlaydi. Bir xil. Ya'ni onga farqi yo'q. Siz hozir siz bilan men bitta darsni o'tayotgan bo'lishimiz mumkin, bitta anglashni olayotgan bo'lishimiz mumkin. Hammamiz bitta anglashni olayotgan bo'lishimiz mumkin, miyamiz. Lekin hammani resursi har xil bo'lgani bois, u nima qiladi? Har xil tajribalardan o'tadi. Miyaga farqi yo'q. O'sha bitta anglashni oladi u. Unga umuman farqi yo'q. Mashina olib olayotganim yoki uyimni sotib olayotganim yoki kimdir uyi sotilmasdan oladi o'sha anglashni. Kimlardir yillar davomida ishi bitmasdan oladi o'sha anglashni. Uni farqi yo'q. Miyaga farqi yo'q. Tanlov sizda. Qaysi resurs holatda bo'lishni tanlasangiz, mehnatini siz qilasiz.
Xo'sh. Darsim boshlandi debdilar. Omadli darslar. Narx va pul masalalarini botga yozasizlar. Kasalliklar bo'yicha Madina Otaboyeva javob bermayman. Manda ham o'zgarishlar bo'lyapti, katta rahmat. Biz uchun harakat qiling debdilar. Yo'q, men lekin o'zimni ovora qilmaslik pozitsiyasiga o'rganib qo'yganman. Men faqat miyam bilan ishlayman. Agar sizni resursingiz yetsa, bu vaziyatni tortib oladi. Resursingiz yetmasa, tortib olmaydi. Xo'sh. Jonli darsga borishga erim qarshilik qiladilar. Xudodan so'rayapman. Eringizni ham olib ko'ring. Resurs bu energiyami? Yo'q, resurs bu resurs. Mana foydali resurslar, tabiat resurslari degan so'zlar oddiy bolalikdan, biologiya darslaridan eshitganmiz-ku, to'g'rimi? Tabiat darslaridan. Resurs bu resurs. Men to'lov qildim, joyimni band qildim. Ovoz kelmayaptimi? Kelyapti menimcha, boshqalar yozmayapti-ki. Gaplaringizni his qilyapman. Shu darsni o'zimizda anglash uchun ham resurs kerak ekan, shunday. Ko'pchilik masalan menga yozadi, shogird tayyorlash dasturini yozdim, qo'ydim-ku. Qatnashishni ko'pchilik xohlaydi, olamga taklif berib yashashni. Lekin yetarli resurs kerak uchun ham. Xo'sh. Jonli seminarga xayrli ilmlar bering, bilimimizga til ojiz. 3-4 yil oldingi darslaringizni eshityapman, farzand tarbiyasida qiynalyapman. O'sha bo'yicha darslaringizni eshityapman, miyangiz Eynshteynnikini ham Eynshteynnikidan ham kuchli ekan debdi. Qo'l qo'limda. Men o'zim ham o'zimni miyamga qo'l qolaman. Xo'sh. Kursiz haqida ma'lumot bering, qayerda bo'ladi? Kurs emas bu, jonli seminar bo'lyapti Navoiy shahrida. Ma'lumot yuqorida bor. Hozir kirgan bo'lsangiz, nima deydi, bu zapisni tashlab beraman, boshdan eshitib olasiz. Menga coach taklif berdingiz, men sizni qiziqishni boshladim. Shuning uchun coach nimaligini bilmayman. Kasallik bo'yicha ishlash 50 million ekan, bu menga o'ta qimmat. Coach narxi ham shunaqami? Coach bu ishlash usuli. Ovoz hammada kelmayaptimi? Coach bu ishlash usuli, kasalliklar bilan ishlash uchun ham tayyor bo'lish kerak. Men rahmat Gulshoda. Kasalliklar bilan ishlaydigan qizlar bor. Kim bor hozir men bilan ishlaydigan, kasalliklarda ishlaydigan qizlar? Kim? Kasalligini tuzatish emas. Shu kasallik orqali Xudo menga nima deyapti? Qaysi rivojini menga beryapti? deb Xudo bilan gaplashishni istaganlar o'qiy oladi buni. Boshqa pozitsiyada faqat tanangizni tuzatish kerak bo'lsa, menda unaqa dars yo'q. Chunki men yuzaki ishlamayman hech narsani. Men faqat o'sha eng tagini, shu vaziyat tagida Xudo nima yaxshilik chizyapti. O'shani o'qimoqchi bo'lsangiz, shu darajada ishlayman desangiz, menda ishlay olasiz. Agar undan boshqa darajada ishlamoqchi bo'lsangiz, shunchaki mengacha kela olmaysiz. Xo'sh, men niyatdaman borishga nasib bo'lsa, yakshanba birdan borib qolsak qabul qilasizmi? Bir kun oldin aytsangiz yaxshi bo'lardi. Siz Tojikistondan kelyapsiz, qabul qilarmiz. Negativlarni ishlab ko'ring. Ishlab ko'ring. Siz mendan kafolat so'ramang. Negativni pozitivga o'zgartirsam ishlaydimi deb. Negativni pozitivga o'zgartirsangiz, qalbingizni negativdan xalos qilganligingiz uchun Xudo sizga savob yozadi. Shuning uchun qilasiz. Men hech qachon odamlarning miyasini mana bu maqsading amalga oshadi deb nafsini tuyuntirishga qaratib gapirmaganman. Shuning uchun sizni ham nafsingizni oziqlantirish niyatim yo'q. Negativ bo'lsa o'zingizga zarar,
Bo'lmasa o'zingizga foyda. Xohlasangiz qiling. Mendan kafolat so'ramang. Xo'sh. Men hech kimga hech qanaqa yordam bera olmayman. Mana 3 ta bolali bevali ayolga yordam berasiz. Siz o'zingizga o'zingiz yordam berasiz. Chunki men xudo emasman, bandaman. Ana shu yerda qarzdan, kreditdan, puldan 380 ta dars bor. Bepul. Siz agar o'zingizga yordam berishni xohlasangiz, istaganingizning qaysi biri sizga kerak bo'lsa, mavzuni tanlang-da, olib yozma ravishda o'rganib bajarishni boshlang. Xo'sh. Menda yo'qchilikdan chiqish dars olganman, texnikalar ishlayapman, menda yig'i keladi. Bu tabiiymi? Qarang-da, aylanay. Ichingizda yig'magan bo'lsangiz keladi. Ichingizda yig'ib bostirib, mana tomog'ingizga tiqilganda ko'changizni g'ilt yoshga to'ldirib yutmagan bo'lsangiz keladimi? Tushunishingiz kerakki, dars ichingizda bor narsani chiqaradi. To'g'rimi? Resurs holatiga anglab o'tib olgandan keyin yashash oson bo'ladi. Bu holatgacha borib olish mehnatmi? Men resurs holatiga kelish uchun o'zi aslida biologiyani tugatganman, magistraturani ham tugatganman. Yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi respublika bosqich sovrindoriman. Resurs bo'lmagan o'shanda menda. Institut bermaydi chunki bu resursni. Resurs holatiga kelish uchun bir marta ixtiyorda-ismetika o'qib kelganman talaga, 2 marta Qrimga borib o'qib kelganman, Valeriy Sinelnikovga. Xo'sh, undan keyin mingdan ortiq miyani qayta dasturlash texnikalarini ishlab chiqqanman, kitob yozganman, qo'llanma ishlab chiqqanman, 10 ga yaqin kundalik yozib chiqqanman va 9 oylik Valeriy Sinelnikovni demak kasalliklar bo'yicha ishlash, shogird tayyorlash dasturini o'qiganman. Ana shu mehnatni qilganman, shuning uchun resurs holatim zo'r. Kurslaringizdan yordam bering, moddiy demadim. Men ham tushunib o'tiribman. O'sha kurslar turibdi. Mana masalan, necha oylik, 3 oylik miyani qayta dasturlash kursimiz, bitta kursimiz. Nechta darsini o'tdik hozir? 22 ta. Bepul turibdi. Telegram kanalda, YouTube kanalida turibdi. Qanchadan qancha odamlar ishini rivojlantirib yotibdi. Bepul darslardan, bepul kundaliklardan qancha narsalar hal bo'lib yotibdi. Kitoblaringiz sotuvda bormi? Bor sotuvda. Uzun marketda bor ekan. Darsga juda ham borgim kelyapti. Burun og'irgi kunimni to'lov qilishni. Samarqandliklar bormi? Samarqandliklar birinchilardan bo'lib to'lov qilib, nima deydi? Startda turganlardan. YouTube'da 400 da darsi bor deb. Dars ko'p. Siz tushunishingiz kerakki, pullik darslar bular texnikalar. Texnikalarga kelishingiz uchun avval nazariy jihatdan miya tuyingan bo'lishi kerak. 2-3 oy davomida bepul darslarni ishlagan bo'lishingiz kerak. Men har doim aytganman, ochiqdan aytganman. Nazariy darsni sotmayman. Oxirigacha bepul o'tib beraman, lekin texnikalarni sotaman deganman. Bu yerda hech qanaqa nima deydi, nohaqlik yoki boshqa narsa yo'q. Shuning uchun endi boshqalardan shu darsni pulga sotib olasizlar o'zi. Shunda ham endi bu xuddiki ana ko'rinyapti. Nomini ayting ustoz, xudo xohlasa shogirdlik ko'rsa. Men sizni linkini tashlab bering. Men sizni endi bugun kuzatyapman. Mana shu kanalga teparoqqa chiqing. Kanaldasizmi? Lobarnasionada teparoqqa chiqing, silkalar bor, darslar bor, hammasi bor-ku. Bu yerda noma'lum mavhum hech narsa yo'q bizning kanalda. Yashirincha, yarmi aytilib, yarmini pullikka beramiz. Unaqa narsalar yo'q bizning kanalda. Men o'qituvchiman. Psixologlikka, motivatsiyalarga, unaqa narsalarga meni ehtiyojim yo'q. Shuning uchun hamma narsam ochiq oydin turibdi. Darslar turibdi. Kerak bo'lsa YouTube darsini audio ham qilib tashlab beryapmiz. Kerak bo'lsa savollarni ham tashlab beryapmiz, mustahkamlang deb. Maksimal darajada qilyapmiz. Xo'sh.
Men odamlarga mana aytibdilar-ku, daromadli ishga taklif qilaman. Men odamlarni unday ahmoq qilmayman. Texnikalaringiz bomba, lekin ichingizdagi bor narsani chiqarib tashlaydi-da. Bizga faqat sizdan dars olsak, sizda o'qisak, resursga borib olishga umid qilsak bo'ladimi debdilar. Resursi bor odamda o'qisangiz, resursingiz bo'ladi. Men ham resursi bor odamlarda o'qiganman. Ixtiyor Do'stmetov, Valeriy Sinelnikov. Kitobning nomi Hayot bu imkoniyat. Nazariy darslardan shifo olganlar bormi? Albatta. Siz kanalni bir kuzatib chiqishingiz kerak ekanda, Nigora Qurbonova. Tepada o'zlari yaxshi bo'lib, o'zlari darslarda o'qib, o'zlari yozgan qancha ishtirokchilar bor. Men tanimayman ularni. Mana Gulshoda Rustamova yozdilar. Men ham shifo olganman deb. Chunki nima deydi? Men faqat darsimni sifatli berishga e'tibor qarataman. Qolgani bilan uncha qiziqmayman. Kutubxonalarda ham bor ekan. Uzun marketdan olib bilsam, kutubxonalarda ko'rdim. Kutubxonachini ham sizni kitobingizga qiziqtirib qo'ydim. Sizdan minnatdorman. Men sizda o'qib, bepul o'qib, saviyam oshdi. Sizdan minnatdorman. Boshqalardan pulga sotib olib o'qidim, lekin sizning darslaringizdan bepul o'qigandek natija olmaganman. Sizga tashakkurlarim. Men ham shifo olgan. Shunday, siz boshqa joylardan pulga sotib olayotgan hamma nazariy darslaringizni asosi bilan birga men kanalimdan 100% bepul topa olasiz. Istagan mavzungizda. Men bunga 100% kafolat berib ayta olaman. Juda ko'p allergiyamni tuzatdim. Mana menga aytganlari yo'q edi allergiyalari tuzalganini. Mana hozir yozibdilar. Shuning uchun bemalol yangi bo'lsangiz, kirib darslarni olasiz. Lobar Nasimovaga kirasiz. Lobar Nasimovaga kirasiz, muzika degan fayllarga kirsangiz, mana shu yerdan qaraysiz. Sizga qaysi mavzu kerak? Mavzu tanlaysiz. Masalan, pul resurslari kerak. Pul resurslari ikkinchi qism deb yozilgan. Demak, birinchi qismi ham bor. Olib birinchini yozma ravishda o'rganasiz. Faqat yozma ravishda ishlashingiz kerak. Masalan, miyangizni boshqarish haqida bilmoqchisizmi? Turibdi ikkita mavzu. Undan tashqari bolalik travmalaringizni hal qilmoqchisiz. Mana turibdi mavzu. Energiyangiz nimaga tarqalib ketadi? Uni bilmoqchisiz. Mana turibdi mavzu. Keyingisi bu yerda onlayn maktab degan darslar bor. 21 ta dars bo'ldi menimcha hozir. Eng kuchli coaching dars, ya'ni pullik coachingni bepul qilib o'tkazib berilgan varianti maktab ochilish munosabati bilan. Eng kuchli kuch nima? Miyadagi ro'yxatlar, hamma fikrni boshqarish, juda ko'p narsa berilgan. Kim depressiyada bo'lsa, mana depressiya degan darsimiz bor. Xo'sh, kimdadir misol uchun tartibli hayot tarzi kerak bo'lsa, mana tartibli hayot tarzi degan dars turibdi. Kim o'tmishni hal qilmoqchi bo'lsa, mana 6 ta dars bor. 6 ta oling, ishlang. Hamma mavzu bor. Faqat siz mana kasalliklar bilan ishlash, kasal fikrlar, oling, ishlang. Menda bilim baza katta bo'lganligi bo'yicha shu tarzda tashkil qilib beryapman. Chunki men hammasini bera olmayman, bilasiz, fizik jihatdan buni imkoniyati yo'q. Eshitish, mana ikkilanishdan chiqmoqchi bo'lsangiz, mana sizga ikkilanish ongidan chiqish darsi. O'zingizni oqlab yashashdan chiqmoqchi bo'lsangiz, mana turibdi. Hissiy qaramligingiz bo'lsa, uni hal qilmoqchi bo'lsangiz, mana turibdi. Bu yerda juda ko'p nima deydi? O'zingizga qo'yilgan talablarni olib tashlamoqchi bo'lsangiz, mana onga suyuq qilish programmalaringizni ishlamoqchi bo'lsangiz, mana turibdi. Ayollik qanday his qilinadi? Ana dars sizga. Bir xillik hayot tarzidan chiqmoqchimisiz? Mana dars turibdi. Mana shu yerdan o'sha mana qadrsizlanyapsizmi? Qadrsizlanish darsi turibdi. Qayg'uga botyapsizmi? Qayg'u va fikrlash tarzi darsi turibdi. Tushkunlikdan chiqmoqchimisiz? Tushkunlikdan chiqish va fikrlash tarzi darsi turibdi. Umidsizlikdan chiqmoqchimisiz? Umidsizlikdan chiqish va fikrlash tarzi turibdi. Xo'sh, mana kim manmanlikdan chiqmoqchi bo'lsa, kamtarga kamol degan 3 ta darsimiz bor. Juda zo'r.
bular siz kimni darsini olyapsiz? Valeriy Senilikda borib o'qib kelgan Valeriy Senilikni shogirdini darsini olyapsiz. Bu darslar 2 yil oldin yozilgan bo'lgan taqdirda ham men 2022-yilda birinchi marta Qrimga borganman. Siz shunda ham baribir uni o'sha darajadagi bilimni olasiz. 2021-yil yozilgan dars bo'lsa ham 2021-yilda men Antaliyaga o'qib kelganman Ixtiyor Do'stmetovga borib. Shu darajadagi bilimni olasiz. Ya'ni bu yerda sizda mo'jiza, sehrli sandiq mana shu yerda turibdi. Maqsad, xohish, orzuni farqi. Juda ko'p narsa, kasalliklar nima rivoj beradi? Mana dars turibdi. Olinglar, o'rganinglar birinchi kasalligingizni hal qilmoqchi bo'lsangiz. Avval tushuning, miyangiz qabul qilsa davom ettirasiz. Mana kasallik rivoji degan narsa turibdi. O'ziga yordam berish degan dars turibdi. Maqsadga o'zingni sozla degan 5 kunlik master klass turibdi. Tushkunlikdan chiqish bor, sog'lom fikrlash qanday mana yozilgan. Shuncha dars borda, missiya degan dars ham bor. Buni men hozir har bittasini aytib chiqsam, 495 ta fayl bor ekan. Minimal darajada nima deyapman? 300 ta dars deyapman. Yopishqoq fikrlar ham fikrni boshqarish darsiga kiradi. Mana boshqarasan yoki boshqarilasan degan 9 kunlik master klass bor shu yerda. Ehtiyojingizni tanimoqchisiz. Hayotingizda mavhumlik bormi? Mavhumlikni aniqlash darsi bor. Boylikdan qo'rqyapsizmi? Boylikdan himoyalash reflekslari bor. Orzu, maqsad, hamma narsa bor. Aks ettirish qonuni, qalbingiz bezovtami, uni ham dars turibdi. Ongingizni tozalamoqchimisiz? Ana yopishqoq fikrlar degan qiz. Mana ongni tozalash turibdi. Juda ko'pda sof niyat qo'yish qoidalari bor qani. Sof niyat qo'yish. Bu yerda shuncha narsa bor, blok fikrlar, to'g'ri fikrlash. Bu darsni nima deydi? Siz hayotingizni bemalol istagan darajaga keltira olasiz. Men yuqorida aytdim. Boshqa joydan pullik o'rgatilayotgan hamma mavzu bepul berilgan. Men faqat sotsam, texnika sotaman. Texnika O'zbekistonda hech kimda yo'q. Bu chunki mualliflik. Miyani dasturlash texnikasi. Shuning uchun avval buni o'rganing, miyangiz kengaysin, texnika ishlashga tayyor bo'ling, ungacha yo'lam ochilib bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni bechoraga soladigan, meni balanga chiqarib o'zini pastga tushiradigan hech narsa yo'q. Men ham sizga o'xshagan odamman. Faqat o'qishning orqasidan yurgan odamman. Xo'sh, savollaringizga qarayman. Ikkita dars olganman, zo'r natija bo'ldi. Singillarimga aytdim, endi dars qilgim kelmayapti. Bepul darslardan mavzu o'zingizga kerakli bo'lgan mavzuni topib eshitib yuring. Mani o'g'lim sog'ayapti. Mana shu Mohigul bilan gaplashishni xohlaysizlarmi? Mohigul gaplashasizmi? Mana kasalliklar bilan ishlayotgan 50 millionlik coachingda o'qiyotgan qizimiz bor. Qanaqa kasallik, qanaqa vaziyatlar bilan ishlayapmiz va qanaqa natijalar bo'lyapti? Bilishni xohlaysizlarmi? Hammasini yaxshi tomonga o'zgarishni o'rgandim. Katta rahmat debdilar. Mani o'g'limni allergiyasi tuzaldi. Mohigul allergiyasi tuzagani aytmagandingiz. Siz Samarqandda nechiga chiqsam, Navoiyga yetib boraman. 3 soat hisobga oling. Samarqand shahardan bu yo'g'iga 3 soat. Adminlar shogirdlaringiz bilan bog'lanish. Adminlar shogirdlaringiz bilan bog'lanishingiz uchun siz to'lov qilasiz, keyin bog'lanasiz bizlar bilan. Siz bilan o'tirib suhbat qiladigan sharoit yo'q bizda. Tarjima olinglar. Valeriy Senilikning 7 qismli chakralar kitobini tarjima qilganman. Uni sotuvda qayerda ekanligini bilmayman lekin. Chunki u yog'i bilan men shug'ullanmaganman. Xo'sh. Darslarni eshitib yuring, Nur va Malohat. Kamda bilimingiz kam. Qarang. Yana nima qilishni bilmayman deysiz. Bilimini bilsangiz bilasizmi? Menda ham zo'r natijalar. Hamma ilmlilarda qandaydir qalbida kibr borga o'xshaydi. Kibr degan ilmga oid kibrni bilib jilovlab olganmisiz? Yo'q, siz kibr degan narsani avval o'zingiz tushunib olishingiz kerak. Qarang,
hamma ilmlarda qalbida qandaydir kibr borga o'xshaydi. Bu degani Muhammad payg'ambarimizni ham qalbida kibr bor degani bu. Ya'ni siz birinchidan o'ylayotgan gapingiz o'zingizga va bandalarga gumon ketkazib qo'ymaydimi, Xudoning bandalariga. Shunga qarab o'ylab gapirishingiz kerak. Bu yerda noto'g'ri fikrlaysiz, istasangiz mana bu bor bizada. Kamtarga kamol degan dars bor. Shuni ko'rasiz, shuni eshitib chiqing. Siz kamtarlik deb o'ylagan narsalarning hammasi o'zi aslida manmanlik. U avval kibrni o'zini ham bilish kerak, buni ham bilimini olish kerak. Xo'sh, meni ham o'g'lim tuzaldi debdilar mana. Chakralar haqida Mandala kitob deyiladi. Bepul darslarni eshityapmiz, oldi ber degan qonunni buzyapmizmi? Bepul darslarni men o'zim oldi berdi qonunni joyiga qo'yib berganman. Bo'lmasa men o'zim ham kasal bo'lib qolishim kerak edi, bepul berganim uchun odamlarga. Shuning uchun undan sizga problema bo'lmaydi. Men balansini olib qo'yganman bu narsalar hammasi. To'g'rimi? Men bepul berganim uchun nima qilishim kerak edi? Men kasal bo'lishim kerak edi. Xo'sh, Mohgul bilan suhbat o'tkazamiz. Assalomu alaykum. Mohgul, yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Yaxshi turibsizmi? Bolajonlaringiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Allohga shukr. Yaxshi. Xo'sh, boshidan boshlaymiz. Men sizdan so'ramagan savollarni so'rayman. Ya'ni, o'zi birinchi bo'lib qayerdan topdingiz meni? Qanday keldingiz? Birinchi bo'lib sizdan oldin ham bir psixolog opa bilan ishlaganman. Natija men xohlagandek bo'lmagan. Undan keyin shu narsaga umuman e'tibor bermay qo'ygan edim. Keyin o'z-o'zidan endi Allohdan so'ragan edim, to'g'risini aytsam, Alloh ham shu o'g'limga nima shifo ber deb ancha stressga tushib qolgan edim o'sha paytlari. Keyin o'z-o'zidan chiqib qoldingiz-da. Keyin kuzatdim, shu 2-3 kunning ichida уже menga kerakli, ya'ni siz Alloh tomonidan yuborilgan inson ekanligingiz 2-3 kunning ichiga уже tushunib yetganman. Bir kuni prямой efirga chiqib qoldik. Chiqib qoldingiz. O'sha paytga sразу yozdim. Oq dog'lari ham bor edi. Qo'lida birinchi bo'lib murojaatim shu oq dog'lar bo'yicha edi. Ustoz esingizga bo'lsa, yozganman prямой efirga. Oq dog'larni ustoz men orqali davolay olasizmi o'g'limni deganimda, ha, davolay olaman degansiz. Keyin sразу botga yozdim. O'shanda keyin boshlaganmiz. Nimani? O'qishni o'sha paytdan boshlaganman. Birinchi oq dog'lar bo'yicha, undan keyin sizga sochlarni ham aytganman, shu muammoni ham aytganman. Sochlari, tuklari to'kilib ketganini. Yana qanaqa belgilari bor edi? Tashqi, yana qo'rquvlaringiz ham bor edi. Ruhiy jihatdan shularni ham ayting, yana qanaqa belgilari bor edi? Juda ham qo'rquvlarim juda ham ko'p edi. Allergiyasi, aynan birinchi tuklar to'kilib ketganiga juda ham ko'p perejivат qilganimga, stressga tushganimga allergiya paydo bo'ldi o'g'ilchamga. Yo'tal, tinimsiz yo'talardi. Buni ustoz sizga aytganim yo'q, chunki kattaroq nimani aytganman, oq dog'larni aytganman. Asosiylari endi meni juda ham perejivат qilganim o'sha oq dog'lariga edi. Lekin yo'talini doktorlar bilan borib, ozgina bilan nimasini qoldirgan edik, lekin yo'talni nimani allergiyani butkul tuzatib bo'lmaydi degan edi-da doktorlar. Astma bo'lishi mumkin, hushyor bo'ling degan edi, lekin Allohga shukr, o'sha narsani ham kuzatdim. Har doim aytaman deyman ustoz sizga, sessiyaga esimdan chiqadi shu narsa. Yo'q, o'sha allergiyasi yo'q bo'ldi. Butunlay yo'q. Uni ishlamasagan. Ha, bu narsaga ishlamasak ham yo'q bo'ldi. Nima? Shirinlik yedimi, o'sha kuni kechqurun bilan yo'tal chiqardi. Yaqin mana kechagina nima? Cho'pa-cho'piz nima qilgan ekan, bilmayman men.
kelinim bergan ekan. O'shani kuzatdim, yo'q-da, Allohga shukr. Shu kechqurun. O'sha uchun nima demoqchiman? Aha, ayting. Aha. Man natijasini ko'rdim-da, Allohga shukr. Sizni menga o'sha kuni sizni ko'rib qolganimga juda ham Allohimga behisob shukr deyman. O'g'ilchamga juda ko'p natijalarni ko'rdim-da. Tuklari chiqdi, qoshlari, hamma tuklar to'kilib ketgan edi. Qoshlari o'sib chiqdi, kipriklari, hozir sochini orqasida soch o'syapti. Yana nima? Oq dog'lariga kelsak, oq dog'lari уже o'zini rangiga kirishni boshlaganda, polni maydalashib ketyapti borgan sari, ozgina qolgan. Hali biz ishlashni tugatganimiz yo'q. Endi o'zi 2 oycha bo'ldi. Hali to'liq ishlab turganimiz yo'q. Hali to'g'risini aytsam, bu 50 millionlik deganingiz, 50 millionlik olganimga hali 2 oy ham bo'lgani yo'q. Hali 1 oy 10 kun bo'ldi. Mana qarang, ham даже 1 oyda shuncha bo'ldi. Natija. Endi farzandingizda yana qanaqa natijalar bo'ldi? O'zini tutishida, tanasida, chunki qo'rquvlaringiz bor edi. Endi balki o'zini tutishidan bo'lgandir. Ya'ni ruhiy jihatdan sog'lom emasmi degan narsalar ham bor edi. Shular bo'yicha qanaqa natijalar bo'ldi? O'sha Toshkentga, esingizga bo'lsa, Toshkentga borganimizga sizga mana shu kursni so'raganman. Ustoz boshlaylik deb Toshkentga lecheniyaga borganimizga o'g'ilchamni lecheniyasi, o'g'ilcham vahimaga tushaverdi-da. Lecheniya bir kun ham ololmay qaytib keldik. Chunki o'sha tomirlari yorilaverdi. Osma qilmoqchi nimalar doktorlar bo'lmadi-da. U qo'rqqanidan vahimaga tushib baqirganidan tomirlari yorilaverdi. Stressga tushyapti dedi doktorlar, ham mumkin emas, bunday davolab bo'lmaydi dedi-yu. Endi o'sha javob berib yubordi. Biza ham o'zi men o'zim ham xohlamadim to'g'risini aytsam olishni. Chunki o'g'limni nimasini ko'rdim. O'sha vaziyatni ko'rdim-da, bo'lmaydi. Qarasam baribir bo'lmaydi-da. Birinchi kunda stress berishni boshladi. Stress bilan keyin o'g'limga bir boshqacha narsani ko'rdim. Endi qo'rquv, o'sha paytga qo'rquvim ko'tarildimi? Shu qo'rquvim o'g'lim xuddi aqldan ozayotganga o'xshadi-da o'sha paytga. Juda ham qo'rqdim shu narsadan. Keyin o'shanga sirazi sizga murojaat qilganman. Shu nimaga ustoz boshlaylik shu kundan deb. Kasalliklar bilan ishlashni keyin boshlaganmiz. Shunday. Demak, oq dog'lari yo'qolishni boshladi. Sochlari, tuklari butunlay to'kilib ketgan edi. Endi hozir o'sishni boshladi. Hatto burnining ichidagi tuklar ham o'sishni boshladi dedingiz. Demak, allergiyasi ham butunlay yo'qolib ketibdi. O'zini tutishi holatida qanday bo'lishni boshladi? Holati oldingiday o'sha men qana oldin ko'rganman. Shu ozgina erkak, o'g'lim yaxshi sog'lom bola. Hatto ko'rinishi ham tuklari polni to'kilib ketgan edi. Ko'rinishi ham sog'lom bolani ko'rinishi bo'lgan hozir, Allohga shukr. Mana qosh kipriklari polni, tuklari yo'q edi-da. Hozir qosh kipriklar bo'ldi. Farzandingizga nisbatan endi oldin mana kasallik edi holati, endi farzandingizga nisbatan qanday qarayapsiz? Farzandimga nisbatan Allohga shukr, sog'lom bolaga qaraganday qarayapman, Allohga shukr. Keyin nima, sochlariga ozgina men tepalariga o'sish orqasida bor. O'sha tepalariga ham bunday qarayapman, nimalari bor. Nima deydi? Tomirlar deydimi? Ildizlari. Ko'rinishni boshlagan. Boshlagan. Boshqa vaziyatlar qanday bo'ladi? Endi biz kasallik bilan ishlayapmiz. O'zingizda qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Boshqa farzandlaringizda qanday o'zgarish bo'lyapti? Oilaviy munosabatlarda qanday bo'lyapti? Oilaviy munosabatlarda xo'jayinim bilan
boshidan bunday nima desa ozgina tortishishlar bo'lgan. Hozir yaxshi xo'jayinim bilan. Nima o'zimda o'zgarishni aytsam, xotirjamlik bor o'zimda. Judayam bezovta bo'lgan edim shu o'g'limni kasalligi bo'yicha judayam bezovtalik bor edi. Birdaniga o'zimdan o'zim asabiylashib ketardim ko'p o'ylaganimdan. Hozir Allohga shukr o'zimga shu nimaga o'g'limni sog'ayotganligiga ishonch bor menga. Shuning uchun xotirjamlik bor. O'zingizda qanaqa g'oyalar kelyapti? Yashash bo'yicha fikrlaringiz qanday o'zgaryapti? Maqsadlaringiz qanday bo'lyapti? O'zimda mayli, bolalarga qarab qoldi. Mana o'zimda o'zgarish g'oyalar ko'p. Judayam ko'p narsani anaqa qilib qo'yganman. G'oyalarim hozir birinchi o'rinlikda to'g'risini aytsam, shu o'g'limni sog'ligini oxirigacha anglab hal qilish. Anglash, keyin ilm olishga oxirigacha bormoqchiman. Mukammal o'rganmoqchiman bu narsani. Keyin siz aytgansiz bitta primoy efirda eshitganman. O'zlikni tanish yillar kerak degansiz. O'shanga ham tayyorman to'g'risini aytsam. O'zligimni ya'ni Allohga yaqin bo'lish uchun, Allohni tanish uchun inson o'zini birinchi o'rinlikka o'zini tanish kerak deganini eshitganman. Shuning uchun mana shu ilmni ham olmoqchiman. Keyin bular hozir birdan shogird tayyorlashga ham yozdirtirdilar. Ya'ni shu o'g'limni kasalligi orqali Xudo o'zini anglashni beryapti ekan deb. Hozir shogird tayyorlashdan o'qiyaptilar. Kecha farzandlar bilan ona haqida ishladik. Ya'ni shu darsni ko'rib chiqdingizmi yo'qmi? Kechagi darsimiz. Ya'ni qanday qilib onalar bolasini kasal qiladi? Buni ham ko'rib chiqdim. O'sha primo efirda o'zim darsda edim, lekin naushnik bilan eshitdim. To'g'risini aytsam, o'sha harakat qildim, o'shani to'g'ridan to'g'ri eshitishga. Ona farzandiga yopishib olmasligi kerak-da, shunday dedi darsga kecha. Yana oxirigacha yana ikkinchi marotaba yana uni ko'rishim kerak. Demak, darsda bo'lsangiz, diqqatingiz bilan eshita olmagansiz. Demak, aynan kecha shu dars shu bo'yicha bo'ldi. Ya'ni farzandi kasal bo'lgan onalarga qanday yordam berish va o'zingiz orqali farzandingizga qanday yordam berish. Kecha ikkinchi darsimizda aynan shu mavzu sizga doir mavzu bo'ldi. Mana shu ochilishlari shu ham bo'ldi. Juda ko'p narsa o'zgardi. Sizda juda ko'p narsa o'zgardi deb o'ylayman men. O'zingiz holatingizda o'zingiz qanchalik angladingiz? Endi 3 oylik kasallikni ishlash tugagandan keyin yana xudo xolasa efir qilamiz. Lekin kasallikni ishlashni boshladik. Kasalligimizda o'sha belgilardan sog'lomlashish o'sha paydo bo'ldi. Hali endi 1 oyu 10 kun bo'lib ishlaganimizga, 2 oy bo'ldi deb o'ylayapman. Demak, savollaringiz bormi bu kishiga? Bolachangizga savol bersangiz bo'ladi. Ungacha savol bo'lsa aytaman. Xo'p. Xo'sh, savollaringiz bormi bu kishiga? Ovoz chiqmay qoldi debdilar. Jonli seminarga boraman, xudo xolasa ko'rishamiz debdilar. Ra'no joy band qilganmisiz? Bugun joyingizni band qiling. Kim jonli seminarga kelmoqchi bo'lsa, bugun joylaringizni band qilinglar. Men bularning farzandlarini rasmini tashlagandim. Men 2 oy bo'ldi o'ylagan ekan, o'shanda 1 oy bo'lgan ekan. Uni qoshlari to'kilib ketgan. Farzandlarini lecheniyaga olib bordilar. Darsni boshlagandan keyin lecheniyani tanasi qabul qilmadi. Va farzandlarga og'ir stress berishni boshladi. Shundan keyin lecheniyani butunlay to'xtatdilar. O'zi aslida autoimmun kasalligi deb tashxis qo'yilgan farzandlarga va doktorlar tuzalmaydi. Juda qiyin masala bu. Doimiy ravishda xuddi lecheniya olish kerak deganga o'xshagan narsa qilgan. Tushunish kerakki, doktorlar ham o'zini bilgan bilim asosida gapiradi. Agar men sizga kasallik Xudo berayotgan dars,
shu darsni olishingiz bilan farzandingiz tuzaladi dedimmi? Demak, bu men bilgan bilim asosida gapirilayotgan gap. Doktorlarning gapiga to'g'ri kelmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin men bilgan bilim asosida, hamma o'zini bilgan bilim asosida gapiradi. Xo'sh, qanaqasi fikrlaringiz, savollaringiz bor? Iltimos debdi. Siz kasalliklar uchun ham texnika bajardingizmi? Shu texnikani bajardingizmi? Yo'q. Kasalliklar bilan texnika ishlanmaydi. Bu coaching 3 oylik. Bunda men sessiya ishlayman 100% haftasiga 2 marta. Haftasiga 2 marta sessiya ishlayman. Bolaliklari, onalardan kelayotgan bloklar, ota bilan bog'liq munosabatlar, polni realizatsiya bo'lishiga nima deydi? Sessiya ishlaymiz. Bu yerda faqat texnika bo'lmaydi. Men 100% sessiya ishlayman uchun bu 3 oylik dasturning narxi qimmat. Lobar Nasimuni botdan so'raysizlar. Xo'sh. Narx masalasini u yoqqa yozasizlar. Ko'rib turganlaringizdek ishlayotgan odamda hammada natija bor. U xohlang pulli kursda o'qiyapti, xohlang bepul kursda o'qiyapti. U narsaga unchalik ham ahamiyat yo'q. Faqat men qo'shilsam, men sessiya qo'shsam qimmat bo'ladi. Chunki uning uchun men omma ichiga programmasiga kirish uchun katta energiya sarflayman. Shunga yarasha bo'ladi. Endi shuncha yil o'qib, shuncha energiya sarflagan odamni, demak, mehnatning narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Men texnikalarni bemalol olishlaringiz mumkin. Sizlar mana eng oson istagan kasalliklaringiz, muammolaringiz bormi? Birinchi Telegram kanaliga kiringlar. Sizga kerakli bo'lgan mavzularni hozir o'qib berdim-ku. Yozma ravishda o'rganishni boshlanglar. Keyingi etap texnika yoki sessiya etapiga keyin ochilasizlar. O'shanda pul ham bo'ladi, imkoniyatingiz ham bo'ladi. Faqat hozir pulingiz yo'qligidan emas, o'sha etapgacha miya ochilmagan bo'ladi. Shuning uchun bu nima deydi? Ishlash jarayoni. To'g'ridan to'g'ri sizning miyangizga o'sha informatsiya kerak bo'lmaydi hozir. Miya ham tirik narsa-ku, uni tayyorgarligini hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, Shahlo opa, siz ham gapirasizmi? Juda eski allergik yo'tal bor, tuzalishdan umid yo'q. Shuni davolasa bilaman. Uni farqi yo'q. Eski yangi degan narsa yo'q miyada. Miyada privichka bor. Kasal eski kasallikda yangi kasallik degan narsa yo'q. Faqat ozgina chuqurroq ishlaysiz. Men yana dars boshlasangiz faqat o'zingiz bilan, pulim yetgancha faqat siz bilan rivojlanaman. Men faqat o'shanaqa dars o'tmayman. Texnikadan keyin hozir bitta dars qoladi. Shogird tayyorlash qoladi. Xo'sh, keyingisi. Alloh haqida o'ylasam yig'i keladi. Holatingizni siz mendan yaxshi bilasiz. Telegram kanalimizning muzika bo'limiga o'tasiz, mavzularni qaraysiz. Qaysi mavzu sizga kerak? O'shani o'rganasiz. Ustoz 2026-yildan bepul dars o'tmaysizmi? Yo'q, bepul dars o'tmayman, boshqacha tarzda beramiz. 15 daqiqa, 20 daqiqa mavzularni kichkina yoritilgan video tarzda beramiz. Faqat mana bunaqa savol-javob efirlari qoladi. Ehsonsada yo'q, savol-javob turadi. Faqat mana bu soatlab o'tib beradigan mavzularni ixchamlashtiramiz. Chunki hozir ko'ryapman, har bitta darsimiz 1 soat eng kamida. Va 1 soatni o'rgana olish uchun ham sabr, iroda kerak. Problemasida turgan odamning sabri, irodasi yetmayapti o'shani oxirigacha o'rganishga. Shuning uchun 15-20 minutlik tarzda beramiz. Ki avval buni eshitib bir narsa oladi, keyin bemalol 1 soatligini orqasidan o'rgansa bo'ladi. Shuni hisobidan. Xo'sh, yana savollaringiz bormi? Bu yerda Shahloxon opa gapirasizmi? Shogirdlik kurs 4 oy bo'ladi.
Shogirdlik kursi 4 oy bo'ladi. Hozir birinchi mavsum boshlandi. Juda zo'r bo'lyapti. Shunaqangi hozir men ishtirokchilar anglashlarini yozaman. Bunaqa emas deydi-ku. Juda boshqacha bo'lyapti. Chunki meni o'zim ham buni boshqacha tartibda o'tyapman. Ham 9 oylik shogirdlik Valeriy Senelnikovning shogirdlik dasturini o'tib tugatdim. Undan ham olgan narsalarim bor. Shuning uchun bu yerda juda zo'r narsalar bo'lyapti deyman. Hamma narsasini sababini bilishni xohlaydiganlar uchun bu. Men bu yerda yozgan o'sha qizlar. O'sha birinchi darsni o'zida yerda men qayg'uradigan narsa yo'q degan holatga keldi o'quvchilar. Bitta darsni o'zida. Keyin tashlab beraman anglashlarni. Hozir bu yerdan qilib bo'lmas ekan. Shuning uchun bu darsga insonlarning ehtiyoji ko'p deb o'yladim. Keyin ishtirokchilar уже bir-birlari bilan ishlayapti. Bir-birlari bilan ishlab, o'sha bir-birlariga tashxis qo'yib olyapti. Nima bo'lyapti, qanday bo'lyapti? Shunaqa tashkil qilingan. Uchun zo'r bo'ldi. Bu juda zo'r dars bo'lyapti. Bepul darsdan. Bepul darslar butun umrga qoladi. Qachon Telegram kanalni o'chirib yuborsam, o'shanda o'chadi. Shogird tayyorlash dasturingiz yana bo'ladimi? 1-yanvarda yana start. 1-yanvarda yana start beriladi. 1dan yo 15-dan. Darslar turadi, yo'q, darslar turadi. Darslar o'chirilmaydi. Bepul kundalikka qo'shilgandan buyon nafas yo'llarim ancha ochildi. 3 oydan buyon nafas olishga qiynalardim. Молодец. Bepul kundalik bundayda. Bu har kuni fikringizni tartibga solish, har kuni. Har kuni. Shuning uchun eng keyin mana uzluksiz ishlashni ta'minlab berish. Miyani boshqarish bu bir umrlik ish. Sababi, 4 kun miyangizni boshqarib 5-kun sandiqqa qaytib sola olmaysizlar-ku. Sizni yashash tarzingiz shu darajada ko'tariladi, ongli odam darajasida. Chunki miyangizga har kun energiya berasiz, uni boshqarasiz, boshqa qilasiz-ku. O'sha siz ongli odam tarzida yashashni boshlaysiz, ong qo'shiladi. Bu degani hayotingizda o'sha endi avtomatik vaziyatlar sizdan bexabar o'zi sodir bo'lib ketavermaydi degani. Xo'sh, qaysi darsda qatnashsam bo'ladi? Otajon Nasrayev. Botga yozing, imkoniyatingiz qaysi darsga yetsa, shundan olib ishlashni boshlang. 14-kuni jonli uchrashamiz, Xudo xohlasa. Shogirdlik kursiga qatnashmoqchi edim. Menda unday mablag' yo'q. O'zingizni bejoraga solishga hojat yo'q. Undan oldin texnikalarni ochish, ishlashni boshlang. Masalan, yo'qchilik ongidan chiqish. Menda yo'q deyapsiz, qani shani olib ishlang. Shogirdlik bu javobgarlik degani. Chunki u yerda sizga ham aytiladi, ham bajartiriladi. O'zi javobgarlikda. Bu yo'nalishni o'zi javobgarlik emasmi? Yo'nalishni o'zi javobgarlik-ku. Ya'ni bu yerda bo'ldi, men minnatdorchilik yozaman, olam maqsadlarini amalga oshirib beradi degan narsa ham yo'q hatto. Yo'q, bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Olasan, miyangdan gaplashasan Xudo bilan. Senga nima beryapti, foydasini olib ishlaysan. Ana undan keyin sen miyangni harakatga keltirasan, tashqaridagi vaziyat harakatga keltiradi. Mavhum narsa yo'q bu yo'nalishda. Hammasi aniq.
Bo'ldi, men yozdim, olam amalga oshiradi. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Bu yo'nalishning o'zi javobgarlik. Xo'sh. Shogird tayyorlashda o'qisa boshqalarni va o'zini kasalligini tuzata oladimi? Da, tuzata oladi. Menda ham bepul kundalikka qo'shilib 4 kunda hayratlanarli o'zgarishlar bo'lyapti. Yashang. Bitta savolga 3 xil javob. Bu to'g'rimi? O'zi 3 xil javob berishingiz uchun 3 kun bajaringlar dedik. Dumalab kuladigan gaplarni aytasizda. Qiziqchilik talantingiz yo'q. O'zi nima deydi? Qalbi ochilgan odamda yumor hissi baland bo'ladi. Yumor baland bo'ladi. Siz shunday deysiz, men o'zimni gaplarimni o'zim yuvalab kulaman. Nima deyman? Bir narsa bo'ladi ekan. Bir kishi bilan gaplashaman. Odamlar shunaqa, o'ziga kerakli bo'lgan narsani istagancha qiladi. Keyin agar javobgarlikni menga tashlamoqchi bo'lsa, menda unday edi-da, menda bunday edi-da deydi. Lekin qancha narsani qilib yotibdi hayotida. Endi men inson tabiatini bilaman-ku. Bu sizga taalluqli bo'lishi ham mumkin yoki qo'ni-qo'shni boshqa opa-singil. Men aytamanki, ha deyman. O'zini tentakka solish yo'q deyman. Hamma o'ziga kerakli ishni o'zi qiladi deyman. Keyin o'zim rosa kulamanda, ular ham kuladi. Qanday gapirasiz deydi. O'zing tentakka solma deyman-da. Bitta ko'ylak olaman deydi, boshqa narsa deydi, istaganini qiladi. Qayerdadir keladi, o'zini menga bechoraga solib o'tiradi. Men gap keyin men unga aytaman, yo'q unaqa narsa deyman. O'zing tentakka solma deyman-da. Keyin u ham shu rosa kuladi, qanday ham gapirasiz deb qo'yadi. O'zi shunday emasmi? Oddiy odamlarni o'zini tutishi. O'zingizga ham bir qarang. Bir narsani qilaman desangiz, shunday qilasiz, hech kim to'siq bo'la olmaydi. Yoki o'zi erim qo'ymaydi deysizda, o'tirib olasizda, hozir shaqlab pompa hozir ochaman sizni. Erim qo'ymaydi deysizda, bitta qo'shnimiz bor. Men stressga tushganman, o'qimoqchiman dedi. Keyin darsni pulini aytgandan keyin qimmat ekanda erim qo'ymaydi dedi. Bir haftadan keyin o'tiribmiz birga, bunagi qovog'ini oldirib kelibdi 3 millionga. 1 millionga dars qimmat degan odam, 3 million darsga erim qo'ymaydi degan odam, eri qo'ymasa ham erim so'kdi nimaga qovog'ingni oldirding deb 3 millionga qovog'ini oldirib kelib o'tiribdi oyday bo'lib. Shunday-da. Keyin shunday degandan keyin nima deysiz? Aytasizda, tentakka solma o'zingni deysiz. O'zimiz ham shundaymiz-da. Unaqa vaqtda mana qarang. Bo'y qovog'ini oldirib kelyapti. Eri so'ksa ham baribir. O'qish kerak, ustida ishlash kerak ekanki, erim ruxsat bermaydi dedi. Ayollar shuning uchun erim ruxsat bermaydi degan ayollar ham sizni eringiz ruxsat beradi. Siz o'zingizni ana shunday qilib o'tirgan bo'lasiz. Kerak joyga hech narsani so'ramay istaganingiz aytganingizni qilasiz. Ya'ni bu yolg'on emas, real narsa bu. To'g'rimi? O'zingizni bilganingizni qilasiz. Kecha bir joyda o'tirib qoldik marakaga. Bir kelinchak o'yna desa, chekkaga borib o'ynayapti. Erim ko'rmayaptimi? Erim urishadi deb. O'tgan kuni. Kecha eshitsak, eri bexabar o'tiga kimgadir telefon olib bergan, bir narsa qilgan. U yerda o'ylashga erim qo'ymaydi-da deb o'tiribdi. Kecha eshitsak, orqasidan chiqdi. Eri bexabar, anaga borgan, o'tiga telefon olib bergan kimgadir, kimdandir 1 million pul olgan, boshqa qilgan, keyin uchastkavaga borgan, dunyoni shuni qilgan. Lekin u yerda o'zini onasi, erini qarindosh urug'i bilan qo'lini ko'tarib o'ynashga eri urishaymiz. Bunaqa odamlarga keyin nima deysiz? O'zingni tentakka solma deysiz. Bemalol aytishlaringiz mumkin meni gaplarimni. Sizni o'zingiz ham shundaysiz. Ya'ni sizni o'zingiz ham 100% shundaysiz. Ya'ni kerak joyda erim ruxsat bermaydi deb javobgarlik olmay turasiz.
shunaqa joyga keladi, eringiz bilmay ham qoladi, qancha ishni bitirib tashlagansiz. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar, yo noto'g'ri, men unaqa emasman denglar. To'ppa to'g'ri. Deyolmaysizlar noto'g'ri. Xo'sh, Shahloxon opa, assalomu alaykum. Mikrofoningizni yoqasiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz opajon? Rahmat, Tuzuk ustoz, yaxshimisiz? Hammaga assalomu alaykum. Xo'sh, eshitamiz sizni. Men ham ikkita darsingizni olganman, o'qiganman, yaxshi anglashlar olganman, shuni aytmoqchi edim. Ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Siz birinchi farzandlaringiz masalasida sessiya olgandingiz. Sessiya olganman. Qanday bo'ldi keyin farzandlaringizni ishlari? Natijalari yaxshi, Allohga shukr. Sizni uchratganiga behisob shukr aytaman. Farzandlarimda rivojlanish yaxshi ketyapti. Biz anchadan baqa farzandlarim Toshkentda o'qiydi. Uyga ishlab qolgan, o'qishlar bitirib, uyga harakat qilinglar deyardik. Yo'q. Allohga shukr, ikkala o'g'lim ham uyga to'lovlar qildi. Qo'shimcha ishlar olyapti. Kichkina qizimda ham o'qishlari yaxshi. O'qish davomida 7 IELTS olib, ham ishlab, ham o'qiydi. Har kun ota-onangizga rahmat degan nimalarini menga tashlab turadi. Молодец. O'quvchilarini ota-onalardan rahmatlar eshitadi. Ularni eshitib, ko'rib, o'qib, dadasi bilan xursand bo'lib o'tiramiz. Rahmat, sizni uchratganiga Allohga behisob shukr. Jonli darsingizda qatnashdi, juda xohlagandim. Fikrimni o'zgartirdim. Turmush o'rtog'im meni to'g'ri tushunadi dedim. Allohga shukr, to'g'ri tushundi. Katta o'g'lim to'la o'qib berdi, kichik o'g'lim olib bormoqchi bo'ldi. Allohga shukr. Qalbda xotirjamlik bo'lsa, birin-ketin ishlar o'z-o'zidan bo'lib ketaverar ekan. Hamma narsa o'zimizdan ekan, fikrimizdan ekan. Ikkinchi sessiyangizni nima uchun oldingiz? Kecha safar olganingizda? Nima masalada Yurak, chuqur nima, yuragimda chuqur nuqta borga o'xshab turadi. Deb o'sha haqida nima qildik. Keyin qanday bo'ldi holatingiz? Ancha holatim yengil bo'ldi, o'zimda ishonch bo'ldi. Noroziligim ko'p bo'lgan ekan. Ulardan qutuldim. Atrofda hamma yaxshi ko'rinadi, vaziyatlarda yaxshilik ko'rishni boshladim. Yaxshi tomonini ko'raylik deb bunday nima qilib turmush o'rtog'im bilan gaplashganda ham yaxshiliklar ko'rinaverar ekanda. Yengilman, o'zimga ishonchim ortyapti. Birinchi o'rinda qalbimda xotirjamlik bo'ldi. Yelkangizda og'riq bor edi, kechga shu yo'qoldimi? Endi sekin-sekin yo'qoladi. Sekin-sekin kamayyapti. Sekin-sekin kamayyapti. Yaqinda oldilarda bir 2 kunmi, 1 kunmi bo'ldi? 3 kun bo'ldimikan? Shunday. Endi 3 kundan keyin sekin-sekin o'zgarishni boshlaydi. Yelkangizdagi o'zgarishlar katta, natijalar zo'r. Allohga shukr, sizni uchratganiga, sizni shunday darajaga yetkazgan Allohga shukr, ota-onangizga ming rahmat. Rahmat, opajon. Sizni yoshingiz nechida? 50 da. Demak, 50 yil shunaqangi yuragimda to'chgan bilan yashagan ekanman. Rahmat sizga. Yengil tortdim, ancha o'zim yaxshiman, Xudoga shukr. Zo'r. Farzandlari uchun boshlagan edilar. Farzandlaridan xavotirlari bor edi. Mana farzand olib bo'lganlaridan keyin birinchi darsni sessiya oldilar, keyin orqasidan dars berdim mustahkamlash uchun aytdim. Uni ham oldilar, o'sha farzandlari uy olib, ishlari yurishib ketibdi, u natijalari. Endi mana ikkinchilarini ham ishladik, Xudo xohlasa, bu bilan ham asta-sekin natija bo'ladi.
Demak, 50 ana miya bilan ishlash yoshga aloqasi bor ekan. Masalan, yoshlarda yaxshiroq ishlaydi, kattalarda bunaroq ishlaydi degan narsalar qanday Yo'q, ekan deb yo'q. o'ylaysiz? Miya qarimas ekan deysiz-ku, miya qarimas ekan. Joy tanlamas ekan, mana men eng chekka qishloqdanman. Shunday. U chekka qishloqdagilar xudo ko'rmaydi degan narsa yo'q-ku. O'sha chekka Yo'q, qishloqni rivojlantirish sizni ishingiz. Xudo xohlasa. Zo'r, kutaman. Siz yozdirgansiz, jonli seminarga kelasiz, xudo xohlasa ko'rishamiz. Xudo Rahmat. xohlasa. Xo'sh, yana kim? Umida gaplashmoqchilar. Chiroyli minnatdorchilik yozibdilar bu yoqda. Xo'sh, Umidaning gaplarini o'qib beraman. Agar xohlasalar gapiradilar. Kundan kunga o'zimni taniy boshlayapman. Miyam o'zimniki, undagi programma birovdan olgan terma to'planmagan. Ana qarang, men o'quvchilarim ham menday gapirishni boshlayapti. Lekin men foyda ko'rayotganim uchun voz kechishim oson bo'lmadi. Aqlimga tushuntirib, yo'l ko'rsatib, taklif kiritgandan keyin o'zini ko'rishni boshladi, debdilar. Yaxshi o'qitdilar, bular ham ancha ustlarda yaxshi shug'ullanyaptilar. Doimiy, uzluksiz. Bu yerda ishlayotgan odam juda ko'p. Mana Oysara opa ham borlar bu yerda. Hozirda gapirishni xohlasangizlar, mikrofonlaringiz ochiq gapirishlaringiz mumkin. Keyin yakunlaymiz. Assalomu alaykum ustozim, assalomu alaykum guruhdagilar. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Ustoz, sizdan cheksiz minnatdorman. Men shu sizdan olayotgan ilmlarim natijasida qalbimda xotirjamlik, menda qanaqa tanamda og'riqlar bo'lsa, birin-ketin meni tark etyapti-da. O'zimga ishonmayapman-da. Endi buni his qilish, mana shu sizni ilmlaringizni olgan inson buni his qila oladi deb o'ylayman-da. Hammaga tilayman shunaqa ilmlar olib rivojlanishni. Men oldin vaziyatlardan, menga kelgan vaziyatlardan norozi bo'lardim-da. Nima uchun menga berildi, qaysi gunohim uchun deb buni isyon qilgan ekanman-da Allohga. Bu vaziyatlar hammasi meni rivojim uchun, o'sishim uchun berilganligini bilmagan ekanman-da ustoz. Hozir men shu berilgan vaziyatlardan shunaqa minnatdor bo'lyapman. Birinchi marta aytgandingizda, dardingni sev, qanaqasiga dard berilar ekan, uni sevish mumkin deya olgandimda, shunaqa savol bor edi. Lekin Allohga behisob shukr, menga kelgan vaziyatlardan, mana shu og'riqlardan minnatdor bo'lyapman-da o'zim. Nimaga? Chunki mana shu og'riqlar bo'lmaganida men bu yerga kela olmasdim. O'zimni o'zim taniy olmasdim. Minnatdorman ustoz, boringizga shukr sizni shu kurslaringizga ilm olib rivojlanayotganimdan minnatdorman. Sizni uchratgan, menga ro'baro qilgan yaratganga hamd sanolar aytaman. Ota-onangizga, tarbiya bergan ota-onangizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman ustoz. Kattakon rahmat sizga. Boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman sizga. Rahmat katta. Rahmat, sizga ham omad tilayman. Zo'r, mana qarang, qanday rozilik, hayotdan rozi bo'lib yashash. U varoqqa minnatdorchilik yozish emas, hayotni o'qish, fikr qilish, vaziyatlardan yaxshilikni o'qiy olish. Bu butunlay boshqa narsa bu. Buni faqat his qilgan insonlar ayta oladi, gapira oladi. To'yib yashash hayotdan. Berayotgan vaziyatlarni o'qib, undan Xudo siz bilan gaplashayotganini fikr qilib, ko'rib, anglab yashash. Bu baxtni boshqa narsa bera olmaydi. Hech narsa bera olmaydi hatto. Xo'sh, men bu yerda yana bitta qizimiz borlar, rosa ko'p yozadilar Telegramga. Sherifa Bektash yozilgan. Sherifa. Gapirishni xohlaysizmi? Kanal guruhda eng ko'p yozadiganlardansiz. Vaqtingiz bo'lsa gapirishingiz mumkin.
Demak, gapiradigan bolalar bo'lsa gapiradi va yakshanba kuni jonli uchrashuvga kutib qolaman. O'rinlaringizni band qilishlaringiz kerak. Bugun keladiganlar aytib, men hozir administratorlarning raqamini ham beraman. Nimasini yozaman, linkini qo'yaman. Botdan ban olganlar bemalol ularga yozishlaringiz ham mumkin. Demak, bu yo'l shunaqa yo'l. Bu siz hayotni o'qib, unga to'yinib yashaysiz. Bu shu yo'l shunaqa yo'l. Har bitta muammoingizda yechim ko'rasiz. Chunki hayotda muammo yo'q. Hayotda siz qayg'uradigan narsa yo'qligini, ya'ni siz bu hayotda maza qilib yashash uchun degansiz. Ana o'shani his qilasiz. Bu faqat o'sha miyani, fikrni boshqarish orqali bo'ladi. Siz muammo deb o'ylayotgan narsalar aslida bular yechimlar. Aslida bular sizning imkoniyatlaringiz. Demak, qabul hali davom etmoqda. Jonli dars uchun hech kim kechikmadi. Kechikmadimmi deb yozibdi. Yo'q, kechikmadingiz. Bemalol o'rinlaringizni band qilishlaringiz mumkin. Men o'zimni vaqtim bo'lmadi. Bu dars haqida sizga demak, o'tib berish uchun mana bugun maza qilib siz bilan suhbat qildik, o'quvchilar bilan suhbat qildik. Shuning uchun bemalol vaqt hali ajratishlaringiz mumkin. Ya'ni nima deydi? Bron qilishga hali ulgurasizlar, bemalol. Oldindan bron qilinglar deyotgan sababi bemalol darsni energiyasini his qilib kelishlaringiz uchun. Kelguncha uni o'ylab, buni o'ylab o'zlaringizni nima deydi? Bitta qayg'unidan chekkaga chiqarib qo'yasizlar, xalos qilasizlar. Va bemalol faqat dars, o'rganish, maqsadlar, energiya olish uchun kelasiz. Bu da o'zingizni qo'llab-quvvatlashga kiradi bu ham. Xo'sh, demak, ko'rishguncha efirni tashlab beraman, zapislarni tashlab beraman sizga. Bizni bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hammasi kanalimizda turibdi ochiq. Va istaganingizdan boshlab o'rganishingiz mumkin. Mana hozir ko'rdingizlar o'zlaringiz. Telegram chatga yozishdi. Bepul darslardan ham qancha kasalliklar tuzalgan, qancha muammolar, bepul oddiy kundalikka o'zida biz 700 dan ortiq odamni o'qitdik. Mana hozir oxirgi bo'limda yana 70 ta odam o'qishni boshladi. 800 dan ortiq odam qancha natija oldi. Bepul miyani boshqarish kundalikka. Shuning uchun bor imkoniyatdan foydalansangiz, keyingisiga yana imkoniyat sizga ochiladi. Hayot faqat yechimdan iborat. Hayot faqat yo'ldan iborat. Hayotni o'zi bu yo'l. Hayot biz to'xtab qoldik degani, o'sha ketdik u dunyoga degani. Shuning uchun sizni to'xtatadigan hech narsa yo'q bu hayotda. Agar siz fikrlaringiz bilan o'zingizni to'xtatib turmasangiz. Chunki tanani miya boshqaradi. Hammaga xayrli kun, ko'rishguncha, uchrashguncha salomat bo'linglar. Demak, muammodan yechim topish darsimiz hali yana bor. U ertaga o'tib beriladi. Bugun demak siz uchun bu suhbat. Ko'rishguncha.